Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlıq kitabındaki ders devamı. Bugünkü bu bölümde Suyuti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'a kanışı şekilde kandak beyat kılınğan şunu sözlemek bulawatıdı. Festun fi mubayi'atihi Rava Şeyhan enne Ömer ibn el-Hattab radıyallahu anhu خطب الناس مرجعه من الحج فقال في خطبته. İmam Buxari Müslim rivayet qilgan bir hadisda Ömer ibn Hattab radhiyallahu anhu hajdan qaytib kelib bir qatim kishilarga xutba o'qibdi. O'zining zamonasi bo'lsa kerak. U xutbada, ya'ni nutqida mundaq dedi. Menga mundaq bir xabar yetib kelyapti. Ba'zan sizlarning ichingizda ba'zan kishilar mundaq deymish. Agar Ömer o'lib ketsa palonni bayat qilma deb mundaq deymish. Bundaq sözlerni deyishlan o'zini oldimisun. Ebu Bekir'ninki beyiti tuyuqsizlan başta bir yüz bergen. Şunda bo'lgan bilan lekin Allah onunki nacharligi, şu vaqtki beyatning yomonlik tarafidan Allah bizni saqlab qolgan. Bugun sizlarning ichingizda Ebu Bekirga o'xshash bütün kishilar bunda telpindigan, bo'yin sunib telpindigan odamlar kam, az, yo'q hatta. O Resulullah ölüp ketken vaqtida da en yaxshi adamimiz şu Ebu Bekir edi. Ali, Zübeyir ve muşu taraftarlardaki kişiler Fatime'nin uyuda kirip şu yerde tutuldu. Ensarlarınki köpünçisi Beni Saide cemaatininki Peshayvonda toplaştı. Muhacirlar Ebu Bekir'nin kışık kelip toplaştı. Şu vaqtida ben dedim Ebu Bekir'ge, Ebu Bekir yur ensari dostlarımızdan qaşıq mayli deb şular tarafiga manga vaqtimizda ikki bir yaxshi odamga uchirdik. Bunimi yani ensarilardan. O ikkilan bizga ensarilarninki qilgan qilmishlarini bizga bayon qilib o'tdi. O ikkilan dediki, "Ey muhacirlar to'pi, nega borsizlar?" debdi. Biz ensari qarindoshlarimizniki qaşıq bormoqchi desak, o işgelen dedik, undaq qılmaqlar, onlarla qaşıq yaqı yolamaqlar, işinlarni o'zaro bitiraytinglar muhacirlar dedi. Şuna men dedim ki Ömer datuda çoqum barmiz inşallah. Hatta biz bu Beni Saide cemaatininki bu Peshayvonga keldik. Bu Peshayvon hazır Medine'de Mescid-i Nebevi'ye yakın bir joyda inşallah bir yapıp fursatda huzuringlarda bo'ladi suratda. Ular shu yerga to'plashib oturup diken, onların arasında bir adam yoğunluğun bir adam varken, kim bu desem bu Sa'd ibn Ubade. Sa'd ibn Ubade şu ensarlarınki şu hem de bir aksakalı, rehberi. Dedim ben ne yaptı bununla desem ağırıp kaptı dedi. Biz ottağa vaktimizde onlarınki söz kıldığı adamı kopap Allah'a hamd sana aytib layık ravishda mundaq dedi. Xo'sh, bu ensar dedi bu gapni. Biz Allah'ın ensarları, bir İslam qo'shinidagi bir atrat biz. Sizlar bo'lsanglar ey muhacirlar bizninki qatorimizdagi bir guruh faqat. Sizlarning ishinglardagi bir turkum kishilar bizni asliki bu haqqimizni yulib olmoqchi bo'latibdi. Bizni bu ishdan hokimiyatdan yiroqlashtirmoqni izlab turibdi. Bu odam gapdan to'xtagan vaqtida men gap qilishni xohladim. Men Umarning so'zidan ben şu vaqtida nurg'un gaplarni tayyorlagan edim. O'zim yaxshi ko'rgan gaplarni. Ebu Bekir'den burun bu so'zni deb tursam, ben onunla ma'lum darajada mudoraat qildigan edim deydi. Ebu Bekir o'zini tamkirak, kang qo'saq, muloyim edi. Ebu Bekir şu vaqtida to'xta, jimto dedi. Ochchig'ini keltirib qo'yishni xohlamadim. Chunki u mendan olimda. Allah'ın namıyla qasam ki men tayyorlagan gapning hammini tabiiy holatda o'zdab bo'ldi. Hatto men o'ylagandim bakrak yaxshi deb jim turdi va mundaq dedi. Men bayon qilgan yaxshiliklarning hammasi sizlarda bor, sizlar shunga loyiq. Ensarlar, Abu Bakrning so'zi ensarlar dedi. Arablar bu hakimiyet Kureyş kabilesi bulmuşsa bu hakimiyetini ular tanımaydı, itiraf kılınmaydı. Ular Araplarning içinde nasab jihatda, jut jihatda en afzalidir. Men sizlarga mush ikki odamniki birini tanladim. O ikkisining qaysini xohlasanglar, shunga bayat qilinglar dedi. Shunda mening qo'lim bilan Abu Ubayda Jarrohniki qo'lini tutib, o Abu Ubayda dinimizni o'ttirgan edi.
Müşkimizin qo'lida müşkisiniki qaysiga bayat qilsang qiling dedi. Men u degan gapniki hammasini yoqtirdim, faqat müşkibni yoqtirolmadim. Ezbiroyi Xudo bir gunohga yaqinlashmaydigan ish bo'lsa, bir bo'ynimga bir qilich silingan bo'lsa, men mushu menga bu Ebu Bekir ba qavmida men Ebu Bekirning oldiga o'tib amir xalifa bo'lib olgandan bir gunoh bo'lmaydigan bo'lsa, bir bo'ynimning uzilib ketishi men eng sevimlik edi dedi. Şunla ensarlardan bir kişi mundaq dedi. Şunla ana juzaylahal muhakkak ve uzayquhal murajjab dedi. Bu Araplardaki meşhur maqal temsili. Bununki ma'nosi men bundaq o'zini qoshlaydigan bir yog'ichi yoki yo'lindigan bir yog'ichi. Shundaqlar ensarlarniki bundaq uzayq degan qavmniki kichik shexena kuchda hamda. Bunu şamal urib etmesin deb bunda yuylaydigan işte holatida. Demak, o'zini ham o'sha ensarlarning ichidagi ish ko'rgan, aqlliq bir odam ekanligini demoqchiman shu misol orqali, maqol tafsil orqali. Bizdan bir amir, sizlardan bir amir bo'lsin, ey Quraysh guruhi dedi. Shuna gap olib ketdi, u ham bu yandan varanchurun gaplajik bo'ldi. Hatto men ixtilof bo'lib qolishdan insirdim deydi Umar roziyallohu anhu. Dedim men shu vaqtida Abu Bakr qo'lini ocha degansam qo'lini shunda ochdi. Men bay'atni berdim, uning ondan muhojirlar bay'at berdi, ondan ensarlar bay'at berdi. Ezbiroyi Xudo biz yig'ilib qilgan ishimiz ichida eng biz muvaffaqiyatga erishgan ish, vujud chiqqan ish Abu Bakrning bay'ati bo'ldi. Endi biz shu yerdan ayrilib ketsaklam, bay'at yo'q holatda ayrilib ketsaklam, bizniki ham ensarlar o'zaro bay'at qilib oldigan avval bo'lib qolsa, men shuni da ensirdim. U vaqtda biz ularga bay'at qilishga majbur bo'lamiz, lekin ko'nglimizda uningga rozilik yo'q. Biz ularga qarshi chiqib qolsak, u vaqtda vaziyatimiz nihoyat og'ir holatda bir krizisga duch keldi deydi Umar roziyallohu anhu. Bu yerda ham da Hazrat qabilasi bilan Aws qabilasi orasida azroq bir baslashish, munofisat bo'lgan bu yerda. Chunki Sa'd ibn Ubada unga bay'at qilib qolsa, u Hazrat qabilasidan. Aws tarafdagi bir ikkilan batda bu Hazratnikilar oldimizga chiqib bu bo'lsa, xalif bo'lsa, toza yaxshi bo'lmaydi deb bo'la ichidan qabul qilinmay, biz darhol muhojirlarga bay'at qilaylik deb, muhojirlar bay'atni qilib qo'yguncha ensarlarning Aws qabilasini ergishib bilan Abu Bakrga bay'at qildi. Hazrat qabilasilar amalsiz bu yerdan bay'at qilishga majbur bo'ldi. Imom Nasai, Abu Ya'la Hakim, Abdu Mas'uddan Hakim Sahih degan o mundaq deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ketgan vaqtida ensarlar bizdan bir amir, sizlardan bir amir bo'lsin dedi. Ularning qishi Umar ibn Xattob kelib dediki, ey ensarilar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki Abu Bakrning kishilarga imom bo'lishga buyurganligini bilmamsizlar? Abu Bakrning oldiga o'tishga qaysonning ko'ngli unaydi degan ekan ensarlar. Abu Bakrning oldiga o'tishdi nauzubillah, Alloh saqlasin degan. Ya'ni bu yerda hamda bu ikki guruhga bo'linib ketdi-da, bu yerda asosan 3 guruhga bo'linib ketdi. Ama ensarlar bir guruh, muhacirlar bir guruh degandek-da. Bu yerda bir talash tartishli bo'ldi. Bo'lgan bilan insonlar orasida talash tartish bo'ladi, lekin bu talash tartishni hammasi o'zining fikrini o'ttirib qo'yish orqali, bir-birini qoyil qilish orqali yana oxirida bir masalaga ittifoq keldi bular. Mana islomniki bir yo'li hamda hokimiyat qirta qandaq bir posiyat bo'lish haqidagi. Yani bölümde bed'ul mubayyati ve evvelu men bay'a. Bay'atdan başlanışı ve tunji bay'at qilgan kishi deb ayrim bir bölüm to'xtatdi so'ydi. Buni mundaqdaydi. Ibn Sa'd Hakim Sahih degan bir hadisda Bayhaqi Abu Sa'id al-Khudri'dan rivoyat qilib, Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'lib ketgan vaqtida kishilarning hammasi, bir qismi Sa'd ibn Ubadaniki uyga to'plashibdi. Ularning ichida Abu Bakr, Umar bor. Shunlar ansarlarniki temsilchisi, ya'ni söz qilguvchisi qo'pib mundaq dedi. Ey muhacirlar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlardan bir odamni bir yerga vali qilib ishlatsa, uning bilan birga bizdan bir odamni qo'shatdi. Shuning uchun bu ishqa, ya'ni bu hokimiyat tutulgan ishga nisbatan ikki odam bo'lsin, birisi sizlardan, birisi bizdan bo'lsin deb
Şu ensarlarınki sözçilere aş gapni qaytlap, yani özara deyişiverdi şu orunda. Şonlar Zeyd ibn Sabit qopup mundaqdı. Zeyd ibn Sabit ensarilardan mundaq dedi. Bilmemsizlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlardan, onun halifesi mi muhacir buluş gerek dedi. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ensarları boğunumuzga okşaş, biz halifesinin mi ensarısı bulaylı dep, Ebu Bekir'nin kolunu tutup, mana bu sizlarniki sahibinimi şu, hani başkanımı şu dedi. Şondan Ömer bayat kıldı, andan muhacirli bayat kıldı, andan ensarlar bayat kıldı. Bak Zeyd ibn Sabit'niki müşyapti diğer vakti 21 yaş vakti ha. Qaqa bunun içindeki sahabaların içinde şu 50'den aşkın sahabalar var, hatta 60 kirgen sahabalar var da. Ebu Bekir Sıddık adı şu vaqtda 60 yaş. Yani sen kichikdan bana demey, özüň pikirini qabul qılıp da 21 yaş Zeyd ibn Sabit. Şunu bilen Ebu Bekir munberge çıktı, mescid qaytıp geldi de, mescid qaytıp gelip. Şonar hamma kishilarniki özleriga qarab Ebu Zubayrni kömüdi. Zubayrni chaqirib mundaq dedi. Sense Resulullah'nınki hamısının oğlu men. Resulullah'nınki Peygamberimizdeki has havariyellerden, havari degan emdelik has, maxsus bir adamlar oldu, bir padişahınki yoki şuna okşaş. Resulullah'nınki Peygamberimizdeki havariyim degan, havariyimdeki has adamim dep şuna aytgan da Zubayrni. Sen mush sübtondan faxrlanıp yani bayat kemmatemse Müslümanlarnınki bu birleşken yani aslını yerişine demek. Yani bu yerdeki yani ittifaqsızlıkka sebepçi bulawatamsa degendeken Zubayr derhal dedi. La tesribe ya halifete Resulillah. Yokson Resulullah'ın halifesi sana çıkanda bir kayışımız yoki iç sıkılışımız yok ya dep qopaplan bayat kıldı. Andaki yani şunda kişiler qarab elini tapamadı. Şuna elini çaqırıp gelip elim kelgendikin sen özüňçe Resulullah'ın tağısının oğlu, Resulullah'nınki küyoğlu dep şu arkalık Müslümanlarınki ittifaqını buzmakçı bolawatamsa dedi degendikin. Resulullah'ın halifesi sana bizden hiç qanday gepimiz yok. Biz eyiplemeymiz. Bu halifelikin sana bir mübarek bolsun deymiz dep lan bayat kıldı. Dep şundaq deydi. Ma'lum bundaq bir ixtilaflar ko'z qarashlar bo'ladi, lekin shundaq bo'lsa-mu biroz nim bo'lgan bilan Zubayrlar mesela Ali radhiyallohu anhu kerak bayat qilgan bilan ma'lum bir bu ish nisbatan endi bizning bir maslahatga kirish salohiyatimiz bor degandek fikrlar o'tirib qo'yilgan deydi. Eng oxirida lekin umuman hammalar yana Abu Bakr Siddiqni xalifa deb mutlaq o'rta holatda e'tirof qilgan. Va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.